Assalomu alaykum azizlar. Azizlar, kunda o'pkamizga minglab zarrachalar, bakteriyalar, viruslar, zamburug'lar tushib turadi. Lekin hammamiz ham kasal bo'lib ketmaymiz. Chunki o'pkani o'zini tozalash tizimi mavjud. Qanday tozalaydi o'pka? Nafas yo'llarimizda mayda kiprikchalar bo'lib, bular pastdan yuqoriga qarab harakat qiladi. Ya'ni o'sha tushgan bakteriyalar, zamburug'lar, changlarni yuqoriga olib chiqib ketadi. Va yo'talganda, aksirganda bu narsalar tashqariga chiqib ketadi. Mana shu tizimda nima ishdan chiqaradi? Birinchi o'rinda chekish, ikkinchi o'rinda iflos havo, ya'ni chang, har xil kimyoviy moddalar, atrofga chachilgan har xil dorilar, misol uchun uzumga dori sachiradi, ko'p nafas olib qolsa ham bu tizimda ishdan chiqarishga sababchi bo'ladi. Uchinchi o'rinda surunkali kasalliklar. Ya'ni uzoq muddat balg'am chiqib yursa ham ba'zi bemorlar shifokorga bormaydi. Yo'talsa ham shifokorga bormaydi. Bu narsa o'pkani tozalash tizimini ishdan chiqaradi. O'zingizni ehtiyot qiling, doim salomat bo'ling.